Keçiren vatandaş izemnin Uygurunu körep olturay dedim go. Bulam diye. Endiki leksiyemiz vatandaş sizge sözleydiği leksiyanın mavzusu mındak. 3. umum yığından keyin tunji qatam umum yüzlük tertip keseliş. Mavzuluk xabar 7. ayının 29. günü Van Torbit e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Ondan burun aytaylik bugun jonlining nazarida. Shundaq dedik hozir Venezuela Latin Amerikasidagi bir davlat. Amerika qarshi turib kelayotgan, Amerika qarshi so'zlab kelayotgan, Amerika qarshi faoliyat qilayotgan Venezuelaning Madanaloma prezidenti Jungoparast, yani Xitoyparast, kommunistparast, Rossiyaparast, yoki Rossiya mustabidizmparast. Mushundaq bir parastning siyosiy hokimiyati bugun umumyuzlik davolg'ishga kirdi. Askeri qismlar bo'lsin, soqchi qismlari bo'lsin, fuqarolar va xalq bo'lsin, birlashib hozir bu Manadola, Kanadola degan hokimiyatni Venezuelaning mustabid hokimiyatini ag'dirish payti kirdi. Ag'dirish bosqichiga kirdi. Biz shu munosabat bilan Jungo Kompartiyasi vakilligidagi yoki hukumat tarkibi Jungo Kompartiyasi hukumatining va hukumat a'zolarining dal bunday voqealardan, xalqaro voqealardan ibrat olib yoki buni o'zining tajribasining oxirgi natijasi sifatida o'zining alokatining yoki Jungo Kompartiyasi alokatining qaysi xilda boshlanib, qaysi xilda oxirlashadiganligini tajribalashtirib, bularda umumiy darajada saboq elishini, şuna siyasette endilikte birli yol koyuş, birli yol Jungo için yol koyuş, Tibet'e yol koyuş, Uyguristan'a yol koyuş. Mana bu meselede Jungo Kompartiyasının oylanışını ümit kılmaz vatandaş. Demek hazır Venezuela siyasi hakimiyeti gumran buluş. Madonil ama prezident hakimiyeti gumran buluştan ahir kademleri kirip geldi. Bütün memlekette kozgulan, halk, soqchi, harbiy qism birlikte kozgulan dedi, hazır canlının nazarida vatandaşı. Bu bir vaziyet, endi sizlarga so'zlaydiganimiz umumiy yig'in. Evvel materialni alayli, bu material qisqacha sizga bir tunishtirayli vatandaş. 3. umumiy yig'in oxirlashg'ili 10 kunchi bo'ldi. Quruq gap, yodlab olgan gaplar, safsatalar, yolg'onchiliklar, yalgan sözle sözlendi, maqtaldı. Ahire kişilerge şu narsa ayam boldu ki bu yığın zaten emi yığın. Alemne birlikki keltiriş, daton tiyen şah, dayının çakırığı ananesi şundak mı ya? Alemne birlikki keltiriş, ham hiyalları tevrinip durgan bir ehval asıda. Jungo Kompartiyasi Merkezi Komiteti bilen yerlik hükümetler otursa da hukuki münasebetlarda bir qatam zor derecede hukuk tanışaş elip verildi. Bu yerda nemini paraz qilaylik vatandaşam, nemini qiyos qilaylik? Merkez bilen yerlik hakimiyetler. Asli biri başquruluş, biri başquruş o'rnatilgan münasebet. Biroq Xitoyda boshqa chet el hokimiyatlarida bunda ish bormi yo'qmi bilmayman. Biroq Xitoyda mamlakatda xalqni yoki fuqaroni bostirish davriga kirganda, masalan bu yerda o'tgan mamlakatimizni qo'yib turaylik, faqat avtonom rayon, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni mustamlika Uyg'uristonni bostirishni, Tibetni bostirishni planlagan va planga olgan kunlarda Xitoyning markaziy komiteti hukumati huquqni tüvenge düşürüp verdi. Sakçılarını işiltiş hukukunu tüvenge düşürüp verdi. Askeri kısımlarını işiltiş hukukunu hem bir kısmen tüvenge düşürüp verdi. Ondan qanday qildi? Maliyani o'zi qo'lida ching tutib keldi. Bazı vaqtlarda maliyani ham yerlik hokimiyatlarning boshqarishiga topshirib berdi. Bu faqat bir maqsad bostirish. Mesela Uyguristan'da 2018 yıldan başlap bastırış, ok çıkarış, adam öldürüş hukuki ben, yani bir vizvot. 10 askerinin koludaki, 10 askerine bir vizvot desiniz, şu lağıça, şu derece düşürüp verdi. Ok etişki ruhsat, bastırışki ruhsat, kar kuyu kırgan kılışki ruhsat.
Bu hukukni tövengi tushirish deb atalatdi. Hozirgacha shundoq deyli. Bugun 3-chi umum yig'inda bu huquqni endi butunlay yerlikdan qaytarib oldi. Shunaqa yerlikdan qaytarib oldi. Tövendağlar vatandaşım demek merkez bilen yerlik hükümetinin o'ttirisidagi huquqiy munosabatlarda bir meydan tangshash elib berildi. Bu hukuk tanışaşının yadroluk mazmunları tövendikçe. Birinci, merkez hükümet bilen yerlik hükümet o'ttirisi da armiya, saqchi qismlarının beqish, qo'shig'ini beqish huquqini merkez qaytarib oldi. Gördünüz mü? Muşu kungacha askarni beqish, saqchi qismlarni beqish, onun pul xarajini moliyadan chiqarish yerlik hukumatlarga tushirildi. Mustamlika Uyg'uristonga tushirildi. O'ylab baqing ha. Uyg'ur xalqi nima kunlarni boshdan ko'chirdi? Mushu paytda, mushu daqiqada Uyg'ur xalqi nima kunlarni bosh ko'chirdi? Xitoy saqchilarining qo'shig'ini baqdi. Xitoy askarlarining qo'shig'ini baqdi. Yana bu askarlar o'rnidan turib Uyg'urni bostirdi. Uyg'urni bostirdi. Vatandaş. Demek hozir askeri qismlarni beqish huquqini merkez qaytarib oldi. Demek hozir Şinjan Junche, Şinjan harbiy rayoni, Şinjan qurolli saqchi qismlar qo'mondonligi, Şinjan yerlik saqchi qismlar qo'mondonligi. Demek bu huquqni qaytarib Beijing elib ketdi. Sababi hozir ularning qo'shig'ini beqish huquqini yerlikdan merkez qaytarib Beijing elib ketdi. Mushaqatimliq 3-chi umumiy yig'inda deydi vatandaş. Qaramaqi yerlik hukumatlarning yuki yeniklashgan bo'ladi. Bir qarasang yerlik hukumatlarning yuki yeniklashgan bo'ladi. Amaliyotda miltiq va nayza merkezga merkezlashtirilgan bo'ladi. Bu ikkinchi gap. Sen kısmen aldı yerlikten vazifesini şu derecede acizlattın. Hem de şu derecede onun üstündeki yükünü, dümbüsündeki boğupunu, yükünü şu derecede acizlattın, yokattın degen gap. Hazır kısmen dairde yerlik hükümetlerge hukuk bədin degen gap. Onun keyin onu merkezleştirişteki o adetli gap. Yani kayıt elip sözlep yürüyüşten maaş yok. Çünkü nemiş adetli gap bu Xitayning yelisi. Devlet başkuruş yelisi vatandaş. Huquqni merkezleştirilgan bo'ldi. Yerlik qurolli qismlar merkez armiyasi bo'lib qurildi. Mana yerlikdagi qurolli saqchi qismlar endi merkezning armiyasi bo'lib qurildi. Merkezning saqchilik qismlari bo'lib qurildi. Bu yerda bu deganlik gapni uzib aytsangiz, bu qismlarga, yerlik harbiy qismlarga, hozir quriladigan harbiy qismlarga yerlik hokimiyatlar Ülke dereceli sekreterlar buyruk verilmeydi, ulan işiltenmeydi degen gap vatandaş. Bu noktada yerlik hakimiyette kontrol kıldı degen gap vatandaş. Merkezleştirilgan bo'ldi. Yerlik qurolli qismlar merkez armiyasi bo'lib qurildi. Yaloqchilarni beqish, qo'saq vaqt askarlarni, qo'saq vaqt saqchilarni beqish huquqi merkezga topshirilgan bo'ldi. Yaloqchilar xo'jayinning gapini anglaydi. Yerlik hükümetlerge tehdit seliş gücünü aşırgan buldu. Bu qandaqsa tehdit seliş gücünü aşırgan buldu. Mesela hukukunu, askerlik, saqchi kısımlarının hukukunu merkezleştirdim. Yerlik kısımlarga tehdit. Yaki men senin akan diyen ma'nani bildirgan bilishim mumkin. Biroq hozir selishtirganda askeri kısımlar, qurolliq saqchi kısımlarının hukukunu yerlikde buluş, onun xo'jayinlik huquqi, onun bostirish huquqini ko'paytirish, onun bostirish huquqini yerlikdan foydalanish bu Xitoy hiylagarlarining hozirgi ijro qilgan siyosati. Ikkinchi, markaziy hukumat bir qism iqtisodiy jihati o'zini boshqarish huquqini, masalan, moliya, bosh tuzum va yerlik siyosatlar jihatda siyosat belgilash huquqini yerlik hukumatga berdi. Yerlik hukumatlar o'zining yo'lini o'zi topadi. Özünü çare izleydi. Yerlik baylıkni bulashni ishga oshirdi yoki yerlik xalqqa ancha-muncha payda yoki naf, payda demayli, naf manfaat yetkazdi. Yoki qo'shig'iga kichkin e'tibor berdi. Yerlik xalqning qo'shig'i to'yamdi, to'ymamdi shu masalada kichkin e'tibor berdi. Bu mumkinmi? Bu mumkin emas. Xitoy mustamlik hokimiyatining yerlik hokimiyati bu mumkin emas, lekin merkezning maqsadi shundoq deydi. Qaramaqqa
Merkezi hükümet özünün şeklideki o keçiringlar. Özünün şillisideki jükni tushirib etkende görünsümü yerlikka tushirilgan huquq yerlikdan qaytirib elingan huquqdan ko'p bo'ldi. Demek bu yerda eng oxirgi nuqtada shu nuqtani tushuning. Yerlikka berilgan huquq yerlikdan qaytirib elingan huquqdan ko'p bo'ldi. Mushu qatdanqi 3-umumiy yig'inda. Şunama demek yerlik köp hukuk berib etdi. Ondaqda Cungo Merkezi Komiteti yerlikka köp hukuk berib etdi. Men shunda savol qo'yay, endi shuna keladi da vatandosh salning kayindi savol. Siz yaqinda angladingiz, teha anlaganliginiz to'g'risida bir qatam qattiq norozilik bildirdingiz. 7 ayının 12 gün imza qo'yilgan qonun hem xalqaro qonunlar asası Tibet meselesini hal qilish sizning oldingizga keldi. Bugun huquqni yerlikka tushirib etish, yerlikka topshirish degan so'zning o'zi shu qonunni, shu siyosatni, masalan Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish uchun qilayotgan tayyorlig'ingizmi bu? Cumhur Halk Cumhuriyeti hükümeti, merkezi hükümeti şununla tayyorlik qilyapsiz ha? Biz mundaq tahlil qilamiz. Tahlil qilish emas, bu balki sizning harakatingizga aylanadi. Tibet meselesini hal qilish qonun loyihasi. Ilgari hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi. İmza qo'yilib bo'ldi. Bugun shuning unapli 13-qurultayda. Voy, kechiringlar. 13. umumiy yig'inda siz shu qarorni qilibsiz. Yerlik huquq hokimiyatning askariy qism, soqchi qismini boshqarish huquqini markazga qaytirib olib, yana moliya jihati rag'batlantirish huquqini markazga berib, yana boshqa huquqlarni markazga berib, qilayotgan mushu ishingizning o'zini bir harakat desak, 7 ayning 12 gün imzo qo'yilgan qonunni Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti imzo qo'ygan qonunni ijro qilishga, Tibet to'g'risidagi qonunni ijro qilishga tayyorlik qilyapsiz. Men manda savol qo'yapman Jungo Kompartiyasi. Markaziy komitet xalq vakillar qurultayi diqqat qildimi? Men orliq leksiya so'zlaganda vatandosh sizga bir cümle esingizde bolsun dedim ben bugün şu bu esingizde bolsun. Yani esiniz hep buraya qarang. Jungo'nun memleketlik siyasi kengashida Tibet Abdunum Rayon Komiteti quruldi degan bir gap chiqdi. Men sizning esingizde bolsun dedim vatandosh. Tushundingizmi? Tibet meselesi siyasi noktada hal qilish qadam tashlaganda albatta siyosiy kengash bayroq ko'tarib chiqadi. Yani birinchi bo'lib, boshlamchi bo'lib Jungo Kompartiyasi siyosiy kengashi o'tirg'i chiqadi. Ondan mesele hal qilishga kirishadi. Şunlaşqa men arlıq dedim, siyasi kengash, memleketlik siyasi kengaşda Tibet Abdunum Rayon Komiteti qurulibdi. Buning diqqat qiling dedim. Vaqt keldimi vatandosh? Bugün yerlikning huquqi mesela saqchi armiya boshqarish huquqini qaytirib olib, boshqa moliya iqtisod huquqini yerda qaytirib etdi degan so'z. Shuning tayyorligimi vatandosh? Ama şunda tushunimizda, shunda tushunish emas, shunda harakat boshlandi, shunda tahlil qilamiz degan gap vatanda. Amsi nima vatandosh? Tahlil qilib baqing, o'zingiz tahlil qilib baqing. Mana qarang. Qaramoqqa markaziy hukumat o'zining shillisidagi yukni tushirib o'tgandek ko'rindi. Yerlikka tushirilgan huquq, yerlikda qaytirib olingan huquqdan ko'p bo'ldi. Yerlik qurolli qismlarni markaziy hukumat o'tkazib oladi. Tushundingizmi? Yerlik qurolli qismlarni markaziy hukumat qaytirib oldi. Yerlik hukumatning yerlik qurolli qismlarga endi buyruq chiqarish huquqi yo'q. Ya'ni qayta tashkillash huquqi yo'q. Demek, ya tunigan biz sizlarga xalqaro qonun tunishtirgan nima dedik? Huquq tinch yo'l bilan yerlik xalqqa, ya'ni tuju millatiga, ya'ni yerning egisi bo'lgan xalqning qo'liga tinch yo'lli o'tkazib beriladi. Qonun, imzo qo'ygan qonun ishidagi deyilayotgan gap. Chet eldagi qora qo'sa Xitoy presslarning
Indigenous people deb götürüp çıkkan aşağıda mat bolduğu, lato bolduğu vatandaş. Xitay tildeki toju, İngiliz tildeki indigenous. Menin tilimdeki indigenous people. Demek hukuk ne? Toju yerlik halkı ötküzüp verirsen dedi o. Taş kanunda. Demek bugün karana ötküzüp verdi. Nemin ötküzüp verdi? Maliye hukukunu yerlik hükümet ötküzüp verdi. Hazır yerlik hükümet kim? Hazır yerlik hükümet Maşınrı. Maşınrı'nın ismi Gaçı'da Mehmet, Semetke, Kemetke, Ömetke özgergen günü, yakın Maşınrı, Mehmetke, Semetke hukuk tapşırgan günü, anda oldu vatandaş. Kanun ne? Kademe icra kılısız diyen gep. Halkara kanunu cuma Xitay'nın kanunu emez. Ben bir yerde optimist bulup getivatkanım yok. Meni sözde kaldırım reallık vatandaş. Siz anlavatkan, siz gülüp durvatkan reallık mı? Reallıklı sözde vatandaş vatandaş. Şundak mı ya? Bana bugün Xitay'nın 3. umumi jığını hukukna tövenge düşürüş. Bunelik sepset yalgallan dep oldu. Ma gep intay merkezlik gep vatandaş. Hiç bolmaganda hazır Uygur'unu bastır işte yerlik hükümet buyruk berdigan sakçı ve kurallık sakçı kısımlar yok. Yani ulanın hukuku yok, onun buyruk düşürgen hukuku yok. Yerlik sakçı kısım ve kurallık sakçı kısımlar buyruk düşürüp Uygur'da bastırılgan hukuk yok. Hukuk ne? Merkezi hükümet, Xitay'nın hükümeti kaytırıp aldı diyen gep vatandaş. Hukukunu merkezleştirgen siyasi hakimiyetin krizisi keskinleşkenligini görüstürdü. Yani hukukunu tüvenge düşürüş, azı qarap turun, hukukunu merkezleştirgen siyasi hakimiyetin krizisi keskinleşkenligini görüstürdü. Krizis degen neme? Mesela Prezident Joe Biden Tibet meselesini hal kılışla ilgili sürüş kanun layihası imza koydu. Cungo hükümeti bunun duç geldi. Demek duç geliş, Xitay'nın iddiası ve Xitay'nın başkuruş hükümranlık kılış iddiasına karşı yetip kelivatkan bir kanunun royu oldu turgandı Cungo Kompartiyası bu krizis. Cungo Kompartiyası için, Cungo cemiyeti için bu krizis. Vatandaş, demek hazır hukukunu merkezleştirgenligi Cungo Kompartiyası hukuk merkezleştirgen siyasi hakimiyetten bir ağır kriziki duç kelgenligini görüstürdü. Bu belki Cungo Kompartiyasının olamını birlik keltiriş, tun yetiyen şah. İddisinin en ahırki bir parça kozarıdır. Yani bunu ikinci eks taraftan tahlil qildi. Hazır bu haberde hukukni merkezleştiriş, olamni birlik keltirish iddiasi Cungo Kompartiyasining ve balki sinab beqish uchun qilayotgan eng oxirgi kozoridir. Daton Tianxianing eng oxirgi kozoridir. Bu qarg'i kelamdi, retorik so'roq. Bu qarg'i kelalin ishlatilinsa dünyani birlik keltirish, bir tutash birlik keltirish. Xitoy mamlakatini bir tutash birlik keltirish. 75 yil hukmronlik qilding boshda aytdik-ku. Vaqt tarix belgilagan vaqt 70 yil gumron bo'ldigan vaqtdan yetib keldi. Cungo imperiyasi. İmperiya degan so'zning ma'nosi mustamlikchilik degan gap vatandoshim. İmperiyasi. Endi sening bu oxirgi yili choralarim qarg'i kelamdi dedi. Belki azroq qarg'i yaraydi. Bu mu to'g'ri gap? Nima qilsam, vaqtlik bo'lsa-mu, bir az bo'lsa-mu, vaqtlik bo'lsa-mu qarg'i yaraydi bu kelgan. Lekin intayin cheklik. Bu yana balki markaziy hukumat uchun, yana balki yana bir az ko'ngilga orom berishdir. Gumron bo'lishdan avval o'zi bezlash uchun kerak bo'lgan bir hodisa sifatida yerlikdan qaytirib ilingan armiya huquqi, qurolli soqchi qismlar huquqi, yerlik soqchi qismlarni ishlatish huquqi, balki bu Cungo Kompartiyasining ko'ngliga bir oz orom berishi mumkin. Qaltisizliq xabar vatandoshlar. Qisqagina xabar edi. Buni Uyg'ur tilimda ko'payib ketib qoldi bu. Ko'ngli biroz orom berishdirdi. Bütün memleket kötürlüş başlanğan aman,
miltiq ve neyze merkezi armiya hesaplansa, kötürülgen halk bilen hayat mamatlık cını elip beriş doğru kildi. Ben başta ettim Venezuela bugün sakçıla, askeri kısımla hem pro halkla birleşip bir müstabit hakimiyetini ağdırıp taşlaştığın ibaret. Naiti yarkın, intayin süzük, bir künge, bir peyitki kirip geldi vatandaş. Demek Cumhur Kompartiyası hazırmışның baskıcı da, özü hem şu günde, şu günge düşüdü. Şundaq bir peyitde hukukni qaytarib bilish orqali ko'ngliga bir oz aram bergan bo'lishi mumkin. Ama vaqt yetib keldi. Endi Xi Jinpingning oligarxiyalik, ya'ni o'zamchilik bilan davlat boshqarish iddisi va qiliqlarining hammasi gumron bo'ldigan vaqt keldi. Ya'ni Xi Jinping bu so'zni bundan burun yan'anga berib so'zlaganda ishki urushga tayyorlik qilinglar deb aytib bo'lgan edi. Bu ishki urush xalq bilan ashuna namoyish shaklidagi urush. Elip barda urush bugun Venezuelada partlagan bo'lsa, ati Jungoda partlaydi. Shunga bu huquqni yoki bo'libmi askariy armiya ma'lum qismlarning qurolli qismlar huquqini qaytarib olish. Bu yerda yerlikdan ansirganlik biri o baş-başdaqlıq qilishi mumkinmi deganlik, ya'ni Duban, shin Dubandek yana birisi o'tirib chiqib qolamdi degandek ansirganlik. Ikkinchisi, vaqtida biz hozir tahlil qildik, xalqaro imzo qo'yilgan xalqaro qonun Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuni. Bu Cumhur Kompartiyasining oldiga keldi. Endi Cumhur Kompartiyasi shuning uchun tayyorlik qilib turvatam diye tayyorlikda boshladimi? Uchinchi umumiy yig'in shu ishni qildimi? Bugün biz manda tahlil qilamiz. Xitoyning tahlili Xitoy. Lekin bu xabarni yozgan kishi Xitoy. Nayta qiziqarli yozibdi vatandoshim. Buna o'zi bir gapdan.